O'zbekistonda ishonchli hisoblangan yillar davomida o'zini sifatini va kafolatini o'zgartirmagan Prostamix, erkaklarda uchrovchi peshobga tez-tez qatnash, to'liq bo'shana olmaslik, shu bilan birga adenoma, surunkali prostatit holatlarida sizga samarali ta'sir ko'rsatadi. Mijozlarimiz fikrlari juda ham iliq. Hoziroq 55 kodi bilan 503 2200 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va malakali mutaxassislardan kerakli tavsiyalarga ega bo'ling. Turkiyalik urolog Yunus Turham aynan shu markazda yurtdoshlarimizga xizmat qilib kelmoqda. Sedanachi tabobat, salomatligingiz garovi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Isroilni Yedio Tahranot agentligining axborotiga ko'ra, Eronning Isroilga qarshi 8-to'lqin hujumlari paytida Tehron yangi turdagi havo raketalarini ishga solgan va ular Isroilning mudofaa tizimlarini aylanib o'tib, Isroil raketalarini bir-biriga qarshi ishlashga majbur qilgan. Ushbu operatsiyada qo'llanilgan innovatsiyalar va imkoniyatlar Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb davlatlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashiga va eng yangi, shuningdek, ilg'or mudofaa texnologiyalariga ega bo'lishiga qaramay, raketalar tomonidan nishonlarga muvaffaqiyatli va maksimal darajada zarba berishga olib kelgan. Natijada Isroilning ko'p pog'onali maqtangan mudofaa tizimlari shu darajada tartibsizlikka tushganki, ularni o'z mudofaa tizimlari bir-biriga yo'naltirilgan. Qisqa qilib aytganda, Isroilning raketalari bir-birini urib tushirishni boshlagan. Endi Isroilga qarshi urushga Xitoyni Eron tomonidan qo'shilishi bilan bog'liq kutilgan axborotga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Britaniyaning Telegraph agentligining xabar berishicha, 18-iyun kuni Xitoy Eronga 3 ta og'ir transport tashuvchi Boeing 747 samolyotlarini yo'llagan. Telegrafning ochiqlashicha, aslida ushbu samolyotlar Lyuksemburgga yo'l olish kerak edi, ammo nimagadir Xitoydan parvoz qilgan Lyuksemburg tomon ketgan samolyotlar Tehron yo'nalishini tanlagan. Telegrafni Xitoyga qo'ygan xalqaro ayblovga ishonilsa, Pekin Tehronga o'sha 3 ta samolyotda harbiy texnika yo'lladi. Endi Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiyni katta yettilik sammitidan quruq qo'l bilan qaytganiga oid xabarga to'xtalamiz. Wall Street Journal agentligining axborotiga ko'ra, 18-iyun kuni Zelenskiy katta yettilikni bu safargi sammitidan ham Kiyevga quruq qo'l bilan qaytdi. Boisi u sammit ishtirokchilaridan har yili Ukrainaga 40 milliard dollar miqdorida yordam so'radi. Ammo unga hech kim ijobiy javob bergani yo'q. Aniqrog'i, Trampning sammitni kutilmaganda tark etishi Zelenskiyga yangi zarba bo'ldi va sammitda ishtirok etgan davlatlarning hech biri Kiyevga pul, shuningdek yordam borasida va'da bermadi. Eslatib o'tamiz, Donald Trump katta yettilik sammitini sammit yakunlanmasdan oldin kutilmaganda tark etdi. Trampni Washingtonga qaytishini esa Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Yaqin Sharqdagi urush sababli deya izohladi. Qo'shma Shtatlarning ABC News agentligining axborotiga ishonilsa, Donald Trump Eronga qarshi Qo'shma Shtatlarni Isroilga qo'shilib urushga kirish masalasini kelgusi 24 soat ichida hal qiladi. Agar Eron muzokaraga rozilik bersa, ABC Newsga ko'ra, Trump Tehronga o'zini maxsus elchisi Steve Witkoffni jo'natmoqchi va tabiiyki Steve Witkoff Tehronga borib Washington nomidan ultimatum qo'yadi. To'g'rirog'i, Trumpning shartlarini bayon qiladi. Tehron esa bu bajarib shartlarni qabul qilmaydi va qarabsizki, Amerika Qo'shma Shtatlari yana Yaqin Sharqdagi urushga bosh qo'shadi. Bu ABC News agentligining 18-iyun kungi axboroti edi. Eshitmaganlar uchun eslatma. Qo'shma Shtatlarning vitse-prezidenti J.D. Vance 18-iyun kungi o'z bayonotida Eronni tinch yadro dasturini qoralab, Tehronni butun dunyoni aldashda aybladi. J.D. Vance'ga ko'ra, nima emish, Eron o'zini yadro quroliga ega bo'lgandan keyin bu qurol birinchi bo'lib Isroilga qarshi ishga tushadi. Ammo hozir Eron o'zini bunday maqsadi borligini aytmayapti. Shu boisdan J.D. Vance'ning taklifiga ko'ra, Eronga ommaviy qirg'in quroliga ega bo'lishga imkon qoldirmasligi va unga har tomonlama bosim o'tkazgan holda yadro dasturidan voz kechishga majbur qilish kerak. Qo'shma Shtatlarning vitse-prezidenti J.D. Vance'ni bu bayonotidan tushunish mumkinki, Washington 100% Isroil tomonda va Amerika Qo'shma Shtatlari Eronga qarshi urushga kirish ham mumkin.
Eslatib o'tamiz, 18-iyun kungi Yerusalim Post agentligining axborotiga ko'ra, Isroil Eronni Sheroz va Tabrizdagi muhim infratuzilmalarga zarba bera boshladi. Bu zarbalar oqibatida Tabriz va Sherozning markazida yirik yong'in sodir bo'lgan. Bundan tashqari Eronning havo mudofaa tizimlari ham ishga tushgan. Shuningdek, Eron ham Tel Avivga yangi zarbalar yo'llashni boshlagan. Demak, Isroil tomonidan boshlangan urush hali davom etmoqda. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.